Bu esa asosiy sovg'a. Ichida nimalar borligini ochib ko'ramiz. Boksning usti mana bunaqa. Ochamiz. Sizlarga ham ko'rsataman. Ochganda mana bunaqa qog'oz chiqadi. Orqasida mana bacha chiqdi. Ochamiz. Sekin gapiraman chunki bolalarim uxlab yotibdi. Ay, vosh asal ekan. Kosmetikachalarni solib yuradigan kichkinagina namlantiruvchi krem. Ham ochib ko'rsataman. Mana bunaqa namlantiruvchi krem. Keyingisi qo'shon. Qo'shonni ochamiz. 21 raqamli neytral rang. Hamma qizlarga tushadigan rang. Mana bunaqa 3 ta pomada. 3 xil rangda. Men bunaqa och rangli pomadalar uncha ishlatmayman, menga yarashmaydi, lekin ishlatib ko'ramiz. Vau, bu chiroyliligini qaranglar. Hidi ham zo'r va itishini qaranglar, asalligini. Mana rangi. SPF ham buni surganingizda yuzingizga bir xil ton bo'lib yotadi. Va oxirgisi toner padlar. Maska ko'rinishidagi toner padlar. Shu bilan sovg'alarimiz raspakovkasi tamom.